Tog'a bitta ichki qismini ko'rsatib yuboraylik obunachilarimizga. İchki qismini ko'rasizlar, oq bo'ladi, 3 sloyli bo'ladi, ichimlik yaroqli, hurmatli do'stlar. 500 litrlik dumaloq variantlarimiz ham sotuvga kelgan. Kichkinaroq bochkalar kerak ukam deydigan bo'lsanglar, men sizlarga 120 litrli Faiz Plus brendiga tegishli bo'lgan bochkalarni tavsiya qilaman. Bu ham 3 sloy bo'ladi. Primoy Amerikanki adapter burab, kranni ustunovka qilib ketsanglar bo'ladi. Hurmatli do'stlar, bugun sizlarga bochkalarni obzor qilib bergani Toshkent viloyati Parkent tumaniga kelganman. O'zim radnoy akalarimning do'koni, xudo xolasa qo'ldan kelguncha 3 xil 4 xil bochkalarni obzor qilib beraman. Layklarni bosib, poddechka qilib yuborasizlar. Xo'p, mana birinchi bochkamiz dumaloq, 1 tonnalik hisoblanadi. Tog'a bitta ichki qismini ko'rsatib yuboraylik obunachilarimizga. İchki qismini ko'rasizlar, oq bo'ladi, 3 sloyli bo'ladi, ichimlik yaroqli, hurmatli do'stlar. Bu 1 tonnalik dumaloq bochkamizning hozir kundagi narxi 800 ming so'm qilib beramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham 1 tonnalik hisoblanadi, bu ham 3 tonnalik. Undan tashqari tog'a bunaqa olib kelasiz kamerani. 500 litrlik dumaloq variantlarimiz ham sotuvga kelgan. Buni ham ichki qismini bitta ko'rsatib yuborasiz. 3 sloyli bo'ladi, ichimlikka yaroqli hammasi. Tagida rezba ochib ketilgan, bemalol kranlarni ustunovka qo'ysanglar bo'ladi. Hop, bu 500 litrlik dumaloq variantimizni 500 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Optimga yana arzonroq qilib beramiz. Endi bu yoq tomonda mana aka kichkinaroq bochkalarimiz ham bor. Ustiga chiqib yuribman, 70 kiloman, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Kichkinaroq bochkalar kerak ukam deydigan bo'lsanglar, men sizlarga 120 litrli Faiz Plus brendiga tegishli bo'lgan bochkalarni tavsiya qilaman. Bu ham 3 sloy bo'ladi. Bemalol suvga ishlatsanglar bo'ladi. Buni narxi hozir kunda 140 ming so'mdan sotilayotgan ekan. Aloqaga chiqsanglar yana to'liqroq ma'lumot beramiz, Optimga arzonroq qilib berishga harakat qilamiz. Bundan tashqari mana bu yerda Faiz Plusda 1 tonnalik variantlari kelgan. Hurmatli do'stlar, yaqinroq olib keling tog'a mana aka. O'zini 25 talik rezbachka chiqartirib ketilgan Primoy Amerikanki adapter burab, kranni ustunovka qilib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, bu 1 tonnalik Faiz Plus'imizning hozir kundagi narxi 980 ming so'm sotilayotgan ekan. To'r burchagi qimmatroq yuradi. Hurmatli do'stlar, o'shanisiga e'tibor berasizlar. Undan tashqari 500 litrli Faiz Plus kelgan. Yaqinroq olib keling tog'a. Mana 3 sloy deb daj yozib ham qo'ygan. Mana aka, yolg'on emas, hammasi shaffof. Xudo xolasa Faiz Plus. Bu to'rtburchak 500 litrligimiz narxi hozir kunda 540 ming so'm atroflarida chiqayotgan ekan. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa assortimentlar ko'p, yana keladi. Aloqaga chiqsanglar to'liqroq ma'lumot beraveramiz. Bu aytilgan narxlar, donaviy narxlari. Agar kattaroq ob'yomga ishlaymiz ukam deydigan bo'lsanglar, maslahatlashib, xudo xolasa arzonroq qilib berishga harakat qilamiz. Bo'shga qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'ysizlar, like bosib, poddechka qilib yuborish esdan chiqmasin.